azlar siluv uchun 0.6 bombasini topib qo'ydi. Buni qaranglar. Ay joningdan maza qiladigan joy, kraskalari ham родной просто освежит qilingan ekan. Mashina balon holatlari вообще udar. O'zini родной diskalari ham turibdi. Beraveraman deb aytiblar. Tepalarni qaranglar, gerb, laboy, tonirovka различиялari bor. Eshigini yopilishiga maza qilaman akalar. Mashina lekin вообще haqiqatan zo'r ekan. Xo'p, lelolim, evakorpolik, chexol hammasi bor ekan akalar. Buni qaranglar. Monitorchalari ham bor. Mana bu rol trendga chiqqan agar bilsanglar. U Ozarbayjon mashinlarida, mana 06larda, Jubililarda mana shunaqa rol moda bo'lgan agar bilsanglar. Ko'ringlar mana buni. Matvi eng qiziq joy probiga akalar. 59,000 halol ekan. Egalarning aytishicha halol, probiga 59,000 yotgan mashina ekan. Oyna ko'taradiganlarni ham elektronik qilingan akalar. Vashi dahshat mehr berilgan mashina. Chotki sostenada holati bomba. Gilik teshigi bilan birga bir mazza qiladigan ovsaf. Kolonkalar akalar, orqa kapotlari vashi bomba qilib taxlangan. Yili nechida aka? 90-yil akalar. 1990-yil ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Diskalarni ham beraveraman, tomlarni qaraytirib, tonirovkalarni olib qo'yishgan. Lekin mashina haqiqatan havasim ketdi. Bitta bo'lsa buni kayfiga ko'chaga kechqurunlari haydashga lekin maza ekan. Rosti ishqim ketdi, mashina udar, haqiqatan idealniy turibdi. Xo'sh, akalar narxi 36 million. Egar nomerlarni qoldiraman, bemalol ko'rib, ko'rsatib tekshirtirib olsanglar bo'ladi. Mashina lekin maza qilib kecha Gazintepe haydayman degan uchun idealniy variant.